Urush kafolatlari. AQSh Rossiya haqida dadil bayonot berdi. Moskva, 10-yanvar. RIA Novosti. G'arb Ukrainadagi mojaroni tugatish uchun Rossiyaga o'z shartlarini qo'yishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, deb yozdi amerikalik iqtisodiy bashoratchi Martin Armstrong ijtimoiy tarmoqlarda. Yevropa hech qachon tinchlikka intilish yoki global iqtisodiyotga qaytish uchun Rossiya bilan munosabatlarni normallashtirish niyatida emas. Bu doimiy urushni kafolatlaydi. Aynan shuning uchun Rossiya tinchlik rejasini qabul qilmaydi, deb yozdi u. Amerika tinchlik rejasi muhokamasi. Dekabr oyi boshida Rossiya rahbari Vladimir Putin Kremlda AQSh prezidentining maxsus elchisi Steve Witkoff va Donald Trumpning kuyovi Jared Kushnerni qabul qildi. Tomonlar AQSh tomonidan taklif qilingan tashabbusning mohiyatini muhokama qilishdi, ammo murosaga kela olmashdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Washington asl rejaning 27 bandini 4 ta paketga ajratdi va ularni alohida ko'rib chiqishni taklif qildi. Bir necha kundan keyin Berlinda AQSh va Ukraina vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan so'ng G'arb mamlakatlari NATO nizomining 5-moddasiga o'xshash xavfsizlik kafolatlarini berishga kelishib olganliklari haqida xabar berildi. Dekabr oyi oxirida Trump Floridada Zelenskiy bilan muzokaralar olib bordi. Muzokaralardan so'ng Oq uy rahbari ikki tomon masalalarning 95% bo'yicha o'zaro kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Keyin Amerika prezidenti rossiyalik hamkasbi bilan telefon orqali suhbatlashdi. Suhbat davomida Putin Ukraina qurolli quvvatlarining uning qarorgohiga hujum qilishga urinishi haqida xabar berdi. Prezident yordamchisi Yuriy Ushakovning so'zlariga ko'ra, suhbat davomida Oq uy rahbari Zelenskiy bilan ishlashga yondashuvi o'zgarganini tan oldi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevning harakatlaridan so'ng Moskva muzokara mavzuini qayta ko'rib chiqishini aniqlik kiritdi.